25 milyon so'mdan qaytib hurmatli obunachilar. Sebuz uqa kelasi 400 kilo plus minus. 25 milyon so'mdan necha pul oldi bu da? 5,5 milyon so'm. Hurmatli obunachilar 5 milyon 500. Baragasini versa olgan sotgan insonlarga Allohim. Mana bu da so'liqlar. Aka necha puldan bo'ldi bular? Necha puldan bo'ldi? 22 bo'ldi-da. To'ro, so'liqqa to'ro ham. 22 milyon so'm bo'ldi. Hurmatli obunachilar, to'ro ham so'liq. Baragasi versa 22 milyon so'm. Sekin chiqib kelyapti hurmatli obunachilar. Mo'os. Hammaga assalomu alaykum YouTube chorva ishqozlari hamda baraka sodon ashaddiy kuzatuvchilari va obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on qishlog'ida shaharchasida joylashgan Yangiqo'rg'on chorva hayvon bozoriga kelamiz. Olingan, sotilgan narxlar bilan Alloh qodir qilib yoritib beramiz. Qani bo'lsa bismillahirrohmanirrohim degan holatda o'sishimiz 17 million so'mdan. Hurmatli obunachilar 17 barakasi bersin. 21 million so'm. Barakasi bersin olga sodiya insonlar. Like bos. Omma tumuchilarni bosib qo'yasizlar. Mana shu yerda olingan sotilgan narxlar bilan Alloh qodir qilib yoritib beramiz. Har yakshanba kuni bo'lib o'tadi chorva hayvon bozori bemalol kelaverasizlar. Har yakshanba bo'ladi albatta. Mana endi bolasiga biz chiqib kelyapti, hurmatli obunachilar, bolasi qolib ketdi. Aka, nima bola necha pul bo'ldi? Bolasi xulojin. Necha pul bo'ldi nima bola? Yetishmadi narxi. Endi bolaning narxi necha pul? 12,5 million so'm. Hurmatli obunachilar, 12,5. Nojim. Barakasi bersin. Sigirni narxi necha pul? Endi bola necha pul oldi? Barakasi bersin. Olgan sotgan insonlarga. Necha pul bo'ldi? Qayla bola? Necha pul bo'ldi? 32 bolasi nima? Nojin 32 million so'm. Hurmatli obunachilar. Bolasi Nojin. Mana bolasi. Barakasi bersin. Olgan sotgan insonlarga. 32 million so'mga. Nechta sutga oldingiz aka buni? Bilmayman. Bilishmaydi aka. Aka lovas necha pul bo'ldi? 20 million so'm. Hurmatli obunachilar, 20 million so'm. Barakasi bersin, olaqora uqamiz. 20 million so'm. Barakasini bersin, olgan sotgan insonlarga Allohim. Aka necha pul bo'ldi simental? Bilishmaydi aka simental narxini. Hurmatli obunachilar. 16 million so'm. Hurmatli obunachilar, 16. Barakasini bersin, olgan sotgan insonlarga Allohim hammaga shunaqalardan nasib qilsin. 19 million so'm mana. Xunoji gibrid xunoji 19 million so'm. Hurmatli obunachilar. Gibrid barakasi bersin. Taglar 4 ta joyda to'ralasam o'qiyani. Necha pul bo'ldi bu? Necha puldan qaytdi? 17 million so'mdan qaytdi. Hurmatli obunachilar. 17 million so'mdan. Barakasini bersin. Hammani chorvasiga Allohim baraka bersin. Necha pul bo'ldi aka bu? 19 million so'm. Hurmatli obunachilar. 19 million so'm novos. Barakasi bersin 19 million so'mga. Sekin chiqib kelyapti hurmatli obunachilar. Navbatdagi qo'chqorlar mana.
Qo'chqorlar necha pul bo'ldi to? Ma'lum 10 milyonga bermadi. 10 million so'mga berishmayapti, hurmatli obunachilar. 5 million so'mdan 10 million so'mga berishmayapti. Barakasini bersin, 10 million so'mga berishmayapti, qaytibdi. Sotishmayapti. Hurmatli obunachilar, bemalol kelaversin. Chorvaga oid veterinariya ham bor. Hurmatli obunachilar, bemalol kelaverasizlar. Ayron mana. Qayerga olib desam, mana shofir akalarimiz ham turadi mana shu yerda. Kelaverasizlar, bemalol. Har doim. Stoyankalar ham katta. Necha pul bo'ldi bu? 4 million 250 ming so'm. Hurmatli obunachilar. 4 million 250 ming so'm. Barakasini bersin. Qo'chqor. Mana qo'chqorlar chiqib kelyapti, hurmatli obunachilar. Bari novoslar chiqib kelyapti. Novos necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi? 33 million so'm. Hurmatli obunachilar, Olaqarabdagi 33 million. Necha puldan bo'ldi bular? 4 million 800. 4 million 800 dan, hurmatli obunachilar. Hammasi qo'chqor. 4 million 800 dan barakasini bersin. 4 million 800 dan. Barakasini bersin, olgan sotgansiz. Xo'p, so'ramay qoldiga narxini. Bo'g'ozni narxini so'ralmadi ko'zi. Navbatdagi mana novos, hurmatli obunachilar. Aka, novos necha pul bo'ldi? Kimniki bu? 27 million so'm. 27. Barakasi bas. Necha pul bo'ldi? 30 million so'mga mana semiz buqa. 30 million so'mga o'zimizning Mesni parada jeydar buqa. Barakasi bersin. Ha, vali olaqaralar chiqib kelyapti. Necha pul bo'ldi aka bu? Necha pul bo'ldi bular? So'ramabman. So'rashmayapti, lovoschalar narxini so'ramayapti. Buni inabalar narxini aytishmadi, yo biz eshitib qoldik. Segi mana novoslar ham chiqib kelyapti, hurmatli obunachilar. Necha pul bo'ldi aka bu? 18,5. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz aka 18,5 million so'm, barakasi bersin. Bo'g'oz 18,5. To necha pul bo'ldi bu aka? 23. 23 million so'm. Mana barakasi bersin, 23 million so'm. Bolasi nima aka? 23. Bir 110 million so'm bo'libdi, hurmatli obunachilar. Uchtasi 110 million so'm. Ha, mana yonlariga, ha, bunisi 110 million so'm, hurmatli obunachilar. Hammasini bolasi novoscha. Barakasini bersin. Olgan sotyapsanlar. Aka, necha pul bo'ldi bu? 70 million. Bo'g'ozmi? Berilmadi. 70 million so'mga berishmayapti, hurmatli obunachilar. Mana bo'g'oz. 70 million so'mga. Sot. Nomer aytib qo'ying. 94lik 556 1888 aloqachi qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Mana shu. Bemalol. Ekranga sig'maydi, barakasini bersin. Hammaga nasib bo'lsa shunaqalardan ilohim. 25 million so'm. Sementalga gibrid moj, hurmatli obunachilar, 25 million so'm. Barakasini bersin. Navbatdagi hurmatli obunachilar, novos. Bo'ladi ham novos olaqarasidan. 20 million 500, hurmatli obunachilar. 20 million 500. Barakasini bersin. 20 million 500 ga. To'polon, to'polon, hurmatli obunachilar. To'polon bo'lib ketdi.
bo'ldi? 33 million so'm, hurmatli obunachilar. 33 barakasi. 50 million so'm mana. Bolasini ovozcha 50. O oldindagi barakasini bersin. Vaqtdan qarang bo'ldi. 43 million so'm, hurmatli obunachilar, 43. Bunisini narxini aytishmadi, hurmatli obunachilar. Narxini aytganlardan so'rab beramiz faqat. Aytmaganlarni so'ramaymiz. Ina bola haqiga yetib qoldi. Barakasini bersin, olgan sotgan insonlarga hammani Allohim chorvasiga barakasini bersin. O'zimiz sotgan novos mana 27 million so'm bo'ldi, hurmatli obunachilar. 27. Barakasini bersin, 27 million so'm bo'lgan, o'zimiz sotganmiz. Toza qirg'iz buqa. So'ygan olishdakalarimiz. Barakasini bersin. Barakasini bersin, olgan sotgan insonlar. Biz 2026-yil 14-iyun hafta kuniga yakshanba biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on qishlog'ida shaharchasida joylashgan Yangiqo'rg'on chorva bozorida bo'ldik. Olingan sotilgan narxlar bilan Alloh qodir qilgancha ortib berdik. Mehnat qadrlagan holda bittadan like bosib obunachilarni bosib ko'rasizlar. Unda sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Har yakshanba kuni bo'lib o'tadigan chorva hayvon bozori bo'ladi.